Endi bazalliklarni yopishtirib, ustidan gafelgili tortib, tiyaga yopishtirish jarayonlari ketyapti. Mana tiyagalar yopishtirib qo'ydik. Ha? Ana taraflar ayaqlar tepalar yopishtirilgan. Ular yopishtirilgan. Mana endi ko'cha tarafga ko'cha taraflarimiz ham yopishtirilgan. Ko'cha taraflarni ham yopishtirdik. Mana portichkalar ham yopishdi. Mana endi oldi tarafi ham yopishtirildi. Derazalar. Endi buni orqasidan travetingni boshlaymiz. Plastrlarni bo'yab, chiroyli qilganimizdan keyin travetinglarni boshlaymiz.